Sog'lom turmush tarziga qanday rioya qilish kerak? O'rtoqlar, bu juda ham zerikarli so'z. Ko'pchilikka yoqmaydi. Hamma aytadi, mana ba'zi bir insonlar butun umr chekadi, ichadi. Zararli odatlari juda ham ko'p, ortiqcha vazni bor, xohlagancha ovqat iste'mol qilishadi. Mana 90-100 yoshga kiryapti-ku deb aytishadi. Mening ismim Berdiqul To'rayev, kardioxirurgman. Menga juda ham ko'p bemorlar keladi. Har xil yoshda, har xil turmush tarzi bilan yashaydigan insonlar. To'g'ri, ba'zi vaqtlari to'liq sog'lom turmush tarziga rioya qiladigan insonlar ham kelishadi operatsiyaga. Sportsmenlar keladi, doktorlar keladi. Biz vrachlar ham kasal bo'lamiz bu kasalliklarga. O'zimiz rioya qilganimiz bilan. Endi tushuntiraman. Nima uchun hattoki vrachlar kasal bo'ladi, hattoki sportsmenlar kasal bo'ladi. Va hattoki shohlar, prezidentlar, milliarderlar ham shuncha imkoniyati bo'lishiga qaramasdan kasal bo'ladi. Birinchi navbatda bu genetika. Bu isbotlangan tushuncha. Bizlar genetikaga ta'sir qila olmaymiz. Endi tug'ilib bo'ldik o'sha. Lekin bilishimiz kerak, genetikaga bor ekan deb tashlab qo'yish kerak emas. Hech bo'lmasa vaqtni uzaytirsak bo'ladi yoki hattoki umuman kasal bo'lmaslik ham mumkin. Genetikada bo'lsa ham. Eng asosiy talab birinchidan yurak uchun, aynan yurak uchun. Bu jismoniy harakat. Terlab kuniga bir marta, bo'lmasa kunora terlab, yurak qattiq ishlab, fiziologik ravishda kengayish kerak. Bu yaxshi. Tushunasizmi? Yurish kerak. Qo'lingizdan kelsa yuguring. Bir kunda 10-15 minut, 20 minut endi sog'lig'ingizga qarab kuchli terlab harakat qilish kerak. Endi u masalan yurak ishemik kasalligi bor insonlar uchun emas. Yurak ishemik kasalliklari bor insonlar yengilroq, mana yurish, yengilroq harakatlar tavsiya qilinadi. Ba'zi hollarda agar koronagrafiya natijasiga ko'ra operatsiya buyurilgan bo'lsa, albatta harakat cheklanadi. Qolgan insonlar hammasiga jismoniy harakatni tavsiya qilaman. Ikkinchisi, bu ovqatlanish. To'g'ri, tan olaman. Siz butun umr dieta bilan shug'ullanib, kam ovqatlansangiz, ertaga sizda yuragingizda mana bu xolesterin ublashka bo'lmaydi degan faraz yo'q. Lekin bu faqat xolesterin ublashka bilan cheklanmaydi-ku, to'g'ri ovqatlanish. Qandli diabet. Qandli diabet bu tezlik bilan yurak kasalligiga olib kelishi mumkin. Ikkalasi ko'pincha birga yuradi. Boshqa ko'pgina kasalliklar, hattoki onkologik kasalliklar, bularning hammasining negizida ovqatlanish. Ovqatlanishga juda ham katta e'tibor berish kerak. Ya'ni yog'li, qovurilgan, tuzli mahsulotlarni kamroq iste'mol qilish. O'zi oddiygina bir tushuncha bor. Defitsit kaloriya, ya'ni ortiqcha vazn yo'qotish uchun kaloriyani kamaytirish kerak. Siz internetga shuni kirib qarang. Iste'mol qiladigan ovqatlaringizni kaloriyasini yozib oling. Shuning ichida masalan non katta kaloriyaga ega, 80-100 kaloriya. Bir kusok non. Bizlar esa qancha non yeymiz? Yog'li ovqatlar, xamirli ovqatlar, shirinliklar, hammasining kaloriyasi yozib qo'yilgan. Hattoki ichimliklarni ham. Shunga qarab kaloriyani kamaytirasiz. Bo'ldi, sizda ortiqcha vazn bo'lmaydi. Ya'ni dieta bilan o'zingizni qiynamasdan ozsangiz bo'ladi demoqchiman. Hattoki vazningizni ham ushlab tursangiz bo'ladi, agar vazningiz o'zingizga qulay bo'lsa. Keyingisi, eng asosiysi bu ruhiy xotirjamlik. Ha deb sog'liqni o'ylash kerak emas. Ya'ni nima bo'ladi, men kasal bo'lib qolsam nima bo'ladi? Operatsiya bo'lib qolsa nima bo'ladi? Bu qo'rquv. Bu to'g'ridan to'g'ri miyaga ta'sir qilib, siz xohlaysizmi yo'qmi, qo'rquv orqali o'sha kasalliklarni chaqirib olishingiz mumkin.
Boshqa yana ko'pgina sabablar bor. Men to'liq tushuntirishim mumkin. Agar xohlasangiz, mening Telegram kurslarimga, o'quv mashg'ulotlarimga qatnashing. Xohlasangiz tayyorini oling. Xohlasangiz konsultatsiyaga keling qabulimga yoki onlayn konsultatsiya olsangiz ham bo'ladi. Savollar bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Paysingizda bo'lsin. Sog'lom turmush tarziga rioya qiling.